Xabaringiz bor vatandoshlar, jamoat fondi buyuk mutafakkir bobolarimiz Alisher Navoiy va Zahiriddin Muhammad Bobur tavalludi munosabati bilan Qozog'istonda bo'lib o'tayotgan ma'naviy ma'rifiy tadbirlarda ishtirok etmoqda. Navbatdagi manzil Chimkent shahridagi Alisher Navoiy nomli 11-maktab bo'ldi. Bu yerda ham mehmonlar samimiy, iliq kutib olindilar. Tadbirda bosh konsulxona xodimlari, maktab jamoasi, faxriylar va keng jamoatchilik vakillari ishtirok etdilar. Bugun nafaqat bizni maktabimizda yoki bizni mana shu go'zal Chimkent shahrimizda yoki Qozog'istonimizda, balki butun dunyo buyuk mutafakkir g'azal mulkining sultoni bobo kallonimiz Alisher Navoiyning tavallud ayyomini nishonlayapti. 585 yillik tavalludiga mana shunday bir qutlug' kunda biz Navoiyni har bir tashkilotlarda, har bir maktablarimizda, oliy, o'rta maxsus o'quv yurtlarida nishonlayapmiz. Mana shu tavallud ayyomini shular jumlasidan bugun mana shu Alisher Navoiy nomli maktabda ham mana shunday tadbir o'tyapti. Bu tadbirimizga juda ham aziz mehmonlar kelgan. Bular O'zbekistondan bizni vatandoshlar tashkilotiga biz juda ham katta rahmatlarimizni aytamiz, chunki har yili mana shunday qutlug' kunlarda, mana shunday buyuk siymolarning yubileylarida tashrif buyurishib, ular o'zlarini samimiy tilaklarini aytishib, bizlarni tabriklab, maktablarimizga juda ko'p badiiy adabiyotlarni, ilmiy ommabop adabiyotlarni sovg'a qilishyapti, milliy kiyimlarni olib kelishyapti va ular bilan bizni munosabatimiz nihoyatda yaxshi, yildan yilga yana ham yaxshi bo'lyapti. Bizni bu yerda o'quvchilarimiz yoqlarga, lagerlarga borib dam olyapti. Qariyalarimiz Chinor loyihasi bo'yicha dam olib kelishyapti. Turli konkurslar o'tyapti. Ana shu konkurslarda ishtirok etib, g'oliblikni qo'lga kiritishyapti. Mutasaddilarga o'zimizning mana shu chimkentlik o'zbeklarimiz nomidan, Chimkent xalqi nomidan, qozog'istonliklar nomidan ulkan minnatdorchiligimizni bildiramiz. Agar bir qavm gar 100 yo'qsa 1000dir, muayyan turk ulusi xud meningdir. Olib men taxt farmonimga oson, chirik chekmay Xitodan to Xuroson. Xuroson demakim Shiroz Tabriz, ki qilmishdir nay kilkim shakarrez, ko'ngil bermish so'zimga turk jon ham, ne yolg'iz turk, balkim turkmon ham. Xitoydan Xuroson, ya'ni Afg'onistongacha bo'lgan hududlar ichida Chimkent ham bor. Man deydi askar yubormasdan, qo'limga qilich ushlamasdan, urush qilmasdan, qalam bilan Xitoydan Xurosongacha bo'lgan joylarni oldim deydi. Undan nari Shiroz bilan Tabrizga ham bordim deydi. Lekin hozir Ostonaga ham bordilar-ku. Tokioda ham haykal bor. Anqarada haykal bor, Bokuda haykal bor, Moskvada haykal bor va hokazo va hokazo. Va u kishining asarlari dunyoning turli tillariga, nemis, ingliz, yapon va hokazo tillarga nima qilinyapti? Tarjima qilinyapti. Buni chegarasi kengayib ketdi. Navoiy shunday dunyoga mashhur shoirimiz. Taniqli adabiyotshunos olimlar g'azallarni sharhlab berishdi. Asarlarning mavzusi, ahamiyati haqida batafsil so'z bordi. Shu Navoiy, Abay yoki kecha o'sha Sarig'achga borganda To'lebay markazini ko'rganimizda Toshkentda ham xuddi shunaqa joy bor. Bu bizani xalqimizda azaldan birdamligini bildiradi. Buni ustiga hozir davlat rahbarlarimiz olib borayotgan siyosati do'stona siyosat. Hozir kecha ham shu yerda ta'kidlab o'tildi, hamma joyda ta'kidlanyapti. Qozog'iston, Qirg'iziston emas, xorijda Markaziy Osiyo davlatlari deb bizani Markaziy Osiyo davlat +1 degan uchrashuvlarni o'zingizlar ko'rib turibsizlar. Bu bejiz emas. Bu shu davlatlarimiz o'rtasidagi do'stona munosabat, qardoshlik, qadimiy shu urf-odatlarimiz bir tomirdan oqqanligini dalolat berib kelibdi. O'quvchilar sana munosabati bilan tayyorlagan konsert dasturlarini namoyish etdilar. Barcha maktablarda buyuk bobolarimiz xotirasiga ehtirom ko'rsatildi. Köprüde görüner altının başı, yağmur diye ağadı gözünün yaşı.
Köpürde görüner altının başı, yağmur yağadı gözünün yaşı. Ben gitkensin kim buladı yoldaş ey, heyranım an heyranım an heyranım. Şu gün gelmegenni zor giryanı, heyranım an heyranım an heyranım. Şu gün gelmegenni zor giryanı. Bunday tadbirlardan yana biri Ahmet Boytursunov nomli maktabda bo'lib o'tdi. Nafaqat o'quvchilar, ustozlar ham buyuk shoirlar Navoiy va Bobur asarlaridan namunalar o'qidilar. O'zbekiston filarmoniyasi xonandalarining chiqishlari, mumtoz qo'shiqlar davraga yanada fayz bag'ishladi. Tadbir judayam bir ko'tarinki ruhda, chiroyli tarzda o'tkazildi. Ikki davlatdan tashrif buyurgan shoirlar hamda o'quvchilar chiroyli o'zlarini Alisher Navoiyning g'azallaridan hamda ruboiylardan ijro etishdi. Vatandoshlar fondi tomonidan bugungi tadbir uyushtirildi. Ular judayam ko'p sovg'alari bilan tashrif buyurishdi. Avvallari ham o'tkazib turgan. Bugungisi endi judayam bir boshqacha tarzda o'tkazildi. Tadbirda G'azal mulkining sultoni Alisher Navoiyning g'azallaridan o'quvchilarimiz judayam bir chiroyli ijro etishdi. Nafaqat o'quvchilar, hatto ustozlar ham g'azallardan qo'shiqlar ijro etishdi. Men tarix fani ustozi bo'lsam-da, Navoiy nimasiga, o'zbek adabiyotiga juda ham qiziqaman. Navoiy g'azallaridan yod olganman. Shu bilan birgalikda Navoiy g'azallaridan munojat qo'shig'ini ham ijro etganman. Ko'ngli tilagan murodga yetsa kishi, yo barcha murodlarini tarbiyalarni aytdik. San'atkorlarning chiqishi juda ham zo'r bo'ldi va birga raqsga tushdik. Mehmonlar Chimkent shahar O'zbek drama teatrida bo'lib, Navoiyga bag'ishlangan xalqaro tanlovning yuqori saviyada tashkil etilganligining guvohi bo'ldilar. Huzuringizga faryod qildi malikam. Ay, kirsin. Bosh ustiga malikam. Hormi, bobo? Bor bo'lmagan. Ne xabar? Har galgidan achchig'roqdir xabari. Bitta qondan kechib sening masingda shahzodalar tashlab ketardi. Faqatgina Farhod qoldi ketmagan. Xalq ichida ochlik kasal boshlandi. Nimalarni eshitaman? Yo Rabbiy, Falokatning oldini ol malikam. berib bo'ldim xazinamda borini. Zotimda hech bir narsa qolmadi. Unday bo'lsa, dardga davo yo'q ekan. Qanday dahshat, qanday ofat Xudoyim. Aytchi faryod, bu urinish, bu ishdan chiqarmikan bir natija? Malikam, tuman bosdi idrokimni bu ishga. Har bir ijro betakror. Unda o'quvchilarning mahorati, ustozlarning mehnati namoyon. Istarmu ekim yuzimni har kun, yo'qlarmu ekim sochimni har tun. Dardimdan o'zi yotoq ekinmi, hajrimdan ishim xarob ekinmi. Bas, yo'q edi buncha mehnat o'g'an. Kim bilgusidir bu qissani ham. Gar har g'am aro o'zimni sovman,
dardga yetayki biza olomon. Faryodki o'ligudek g'amim bor. Tongi yo'q yer o'zimga motamim bor. O'quvchilar tanlov shartiga ko'ra Hamsa asaridan parchalar tayyorlab ijro etdilar. Sahna ko'rinishlari shoir yashagan davrni aks ettira oldi. Hakamlar hay'ati eng yaxshi ishtirokchi va g'oliblarni e'lon qildi. Ular orasida samarqandlik o'quvchi ham bor. Sayram tumanining nomer 89 Qaynarbuloq umumta'lim maktabidan keldim. Men ushbu Navoiy o'quvlari ko'rik tanlovida qatnashib turganidan juda ham nihoyat xursandman. Bu tanlov juda ham haqqoniy va go'zal ravishda o'tmoqda. Men bu tanlovdan nafaqat o'zimga bilim orttirdim, balki o'zimga bo'lgan ishonchim ham ko'paydi. Hozir Hamsa asarining Farhod va Shirin dastonidan sahna ko'rinishidan parcha qo'ydim. Agar Shirin agar ijozat bersangiz, men Nizomiddin bir Alisher Navoiyning Aylama g'azalini yod olib bersam. Yo Rab, ul yuzni dami ko'zimga pinhon aylama. Yo ko'zimni ondin o'zga yuzga hayron aylama. Chehrasiga mezbon o'lsun yuzim ul chehrani. Ko'zlarim uyidan o'zga uyga mehmon aylama. Zamonga qaraydigan bo'lsak, kitob o'qiydigan o'quvchilarimiz, aynan mumtoz adabiyotiga qiziqadigan o'quvchilarimiz kamayib ketyapti deymiz-ku, lekin mana shunday tanlovlarni ko'rganimizdan keyin yo'q, unday emas ekan deb o'zimizga o'zimiz taskin beramiz. O'quvchilarimizning g'azal yodlashini ko'rsangiz, ularning sahnadagi o'zlarini tutishlari, albatta faqat xursand bo'lamiz mana shunday o'quvchilarimiz borligidan, shogirdlarimiz borligidan. G'oliblar munosib taqdirlandi. Vatandoshlar jamoat fondi badiiy adabiyotlar, milliy liboslar, cholg'u asboblari, esdalik sovg'alarini taqdim etdilar. Yig'ilganlar bunday e'tibor uchun, mustahkam do'stlik, samimiy xalqaro munosabatlar uchun ikki davlat rahbarlariga minnatdorlik bildirdilar. O'zbekistondan kelgan mehmonlar, olimlar va shoirlar, san'atkorlar ham tadbirda ishtirok etishdi. Katta shodiyona bilan nishonlangan qutlug' sana tarixda o'ziga xos yorqin sahifa qoldiradi. Yoshlarni buyuk ajdodlarimizga bo'lgan hurmati, ijodini o'rganishga bo'lgan ishtiyoqi, bilimlari barchani ko'nglida ezgu hislar uyg'otgani rost. Shu tadbirni tashkillashtirishda biz bilan ya'ni O'zbekiston Respublikasining Olmaota shahridagi bosh konsullik vakillari bilan O'zbekiston Respublikasi Vatandoshlar fondi bilan birgalikda shu tadbir Qozog'iston hududida olib borilmoqda. Ushbu tadbirda yuqorinki kayfiyatda o'tkazish, ikki davlat o'rtasidagi do'stona munosabatlarni yanada mustahkamlashga qaratilgan madaniy tadbirlar orasida men o'ylaymanki, bugungi tadbir eng yaxshi, eng yuqori tadbirlardan biri deb o'ylayman. Sababi hozirgi kunda olib borilayotgan ikki davlat o'rtasidagi do'stona siyosat, strategik hamkorlik, qo'shnichilik sohasiga bog'liq bo'lgan munosabatlar o'z navbatida madaniy sohada ham o'zini namoyon qilib turibdi. Ushbu tadbirni tashkillashtirishda biz Qozog'iston hududida o'zbek madaniy birlashmalari, markazlari hamda o'zbek madaniy do'stlik hamjamiyati bilan birgalikda hamda Vatandoshlar fondi bilan birgalikda olib bormoqdamiz. O'zbek ekan millatim, salom berish odatim. Shuning uchun aytamanki, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Men nomer 111-chi Manshuk Mametova nomli umumiy o'rta maktabning o'quvchisi Azadova Husniya Bonu bo'laman. Ya'ni men bugun Alisher Navoiy konkursida qatnashib, ya'ni 5 asrkim nazmiy saroyni titratadi zanjirband bir she'r. Temur tig'i yetmagan joyni qalam bilan oldi Alisher. Ha, darhaqiqat mana Alisher Navoiy olamga kelganiga 585 yil bo'ldi. Oradan qancha yillar, asrlar o'tsa ham
bizlarning she'riyatimizning ravshan cho'qqisini egallab, bugun ham Alisher Navoiy biz bilan birga. Uning har bir so'zi yuragimizda, ruhi esa kelajakda. Alisher Navoiy bizlarga shunaqangi kuch-qudrat beradiki, ya'ni uni asarlarini yoki g'azallarini o'qigan har bir inson yashashga degan xalqqa bo'lgan muhabbati, sevgiga degan ko'z qarashlari juda ham o'zgaradi. Ya'ni biz Alisher Navoiyni o'qir ekanmiz, yana ham yashashga degan, ijodga degan qiziqishimiz ortib boryapti. Kecha kelgumdur debon, ul sarvi gularo kelmadi. Ko'zlarimga kecha tong, otquncha uyqu kelmadi. Lahza chiqdim-u, chekdim yo'lida intizor. Keldi jon og'zimga-yu, ul shohi badxo kelmadi. Orazidek oydin erkonda gar etdi ehtiyot. Ro'zgorimdek ham olg'onda qorong'u kelmadi. Ul parivash hajridan kim yig'ladim devona bor. Kimsa bormikim anga ko'rganda kulgu kelmadi. Ko'zlaringdan necha suv kelgay deb o'ltirmang meni. Kim bori qon erdi kelgan bu kecha suv kelmadi. Ey Navoiy boda birla xurram et ko'ngil uyin. Ne uchun kim boda kelgan uyga qayg'u kelmadi. Yoshlarning buyuk ajdodlarimizga bo'lgan hurmati, ijodini o'rganishga bo'lgan ishtiyoqi, bilimlari barchani ko'nglida o'zgacha hislar uyg'otgani rost. Qozog'istondagi bu tadbirlar 13 fevralga qadar davom etadi.